Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimiz PowerPoint dasturida infografika yaratish haqida bo'ladi. Ekranida ko'rib turgan obloshka, ya'ni YouTube'ga qo'yilgan video, sun'iy intellekt yordamida yasaldi. Sun'iy intellekt yasab berdi. Shunday sun'iy intellekt haqida ham o'rganmoqchi bo'lsanglar yoki shunga o'xshagan infografika yoki IT grafik dasturlar, umuman ITda noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarga tavsiya qilaman. Shu YouTube kanalidan tashqari Telegram kanalimga ham obuna bo'lib ketinglar. Mana Bahodirjon Mullajonov 1230 obunachisi bor. Telegramda Bahodirjon qattiq bilan ostki chiziqcha Mullajonov deb qidirasizlar. Hop, qani ketdik. Bugungi darsimizda infografikalar yaratish haqida bo'ladi. PowerPoint dasturi juda ham chiroyli infografikalar yaratsak bo'ladi. Bugun yaratadigan infografikamiz mana shu infografikani yaratish haqida bo'ladi. Buni qanday yaratamiz? Hop, bu uchun yangi slayd ochib olaman. Mana endi noldan yangi slayd ochib olishingiz kerak. Yangi slayd ochgandan keyin mana bu zagolovkalar bizga xalaqit beradi. Zagolovkani mana bu chetki nuqtasini mana bu chizig'idan bosib turib, deletni bossanglar klaviaturadan o'chib ketadi. Mana shu holatda o'chirib olasiz. Ekran top-toza bo'lishi kerak. Keyin bu yerda men ishni tezlatish uchun ba'zi bir yarim tayyor mahsulotlarni olaman. Sizga tushunarli bo'lishi uchun tushuntirib ham o'taman. Masalan, mana bu ijtimoiy tarmoq juda ham tez ko'tarildi. Twitterda alternativasi Instagram tomonidan ishlab chiqarildi va mana ko'rishingiz mumkin 120 million obunachiga ega bo'lgan. Ilk 14 kun, 2 haftani ichida shuncha obunachi. Ya'ni 5 iyul kuni 2023 yilda o'sha 2 haftani ichida 120 millionta obunachiga ega bo'ldi. Va bunda auditoriya o'sishini keltirganmiz, ayol erkaklar protsenti va davlatlar bo'yicha ijtimoiy tarmoqda boshlanishi, taqsimlanishini infografika ko'rinishida yaratgan edik. Buni mana bu yerda mana bu anaqa olingan, lekin buni Google'dan qidirib mana bu logotipini tayyorini oldim. Hop, mana shu ikkalasini Ctrl C da copy paste qilib mana bu yerga tashlayman. Sababi mana bu oddiy yozuv. Bu qanday yaratildi desanglar, mana vstavkaga kirgan holda mana Word Art degan joyi bor. Shunda mana birinchisini tanladim. Mana bunda bossangiz tanlanadi. Shu joydan mana birinchisiga necha shrift bergan, mana razmerlarni ko'rsataman sizga. Mana buni o'chirib tashlayver endi. Tayyori bor. Razmeri mana главный kirsanglar mana tepadagi ijtimoiy tarmoq nomi 54 shrift kalibrda yozilgan. Pastki qismda yozib 24 shriftda yozilgan mana. Ijtimoiy tarmoq nomi va yangi ijtimoiy tarmoq deb yozilyapti. Hop, keyingi qismda nima qilamiz? Keyingi qismda menda mana kiruvchilar soni va ilk 14 kunda degan statistikani yozuvli qismi bor va bu albatta gradient yordamida bu ijtimoiy tarmoqda o'zini ranglariga bo'yalgan. Ya'ni Instagramda ranglari bu. E, Nima ish qilaman? Mana bu yerda mana bu yozuvni olaman, ikkalasini, ya'ni mana buni belgilab Ctrl ni bosib turib S da bitta bosib, bu yoqqa Ctrl V da bossam mana copy paste bo'lib tushadi mana bu yerga. Ho'p, buni ham yana ham osonroq yo'li bor PowerPointda. Ctrl bosib turib mana obyektni joyini o'zgartirsangiz ham mana kopiyasi ko'chib chiqadi. Hop, ikkalasini yonma-yon qo'ygan holda mana yozuvlarni ko'chirib olaman. 5.07.2024 yilgi statistika ekan bu. Pastiga nima deyilgan? Bu vaqtda kiruvchilar soni. Ho'p, bu vaqtda kiruvchilar soni deb yozamiz. Ho'p, menda yozuv kichkinaroq bo'laversin. Necha ret ishlatganmiz bu yerda? 24. Mana bu 54 ekan, lekin menda nimaga sig'mayapti? Mana bu yoqda ma'lumotim kichkinaroq bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Hop, mana bu yoqda kichkinaroq. Mana bu yerda 120 deganmanda. Mana million degan yozuvda kichkinaroq qilgan edim. Necha qilgan ekanman? 32 qilgan ekanman mana millionda. Bu yoqda katta bo'lib ketmasligi uchun. Vau! Millionni belgilab, mana bu shriftda 32 qilamiz. Xo'p, mana pastini adashmasam 24 qildim, bu yoq to'g'ri. Mana buni mana bu yonidan qo'yaman, lekin menda nimaga baribir sig'mayapti. Bu vaqtda kiruvchilar soni, bu vaqtda kiruvchilar soni degan so'z yo'q ekan. Kiruvchilarni o'zi ekan. Вот, doim topdim. Mana shu holatda qolsa, endi qarang. Bunga gradient ko'rinishida, mana bu logotip ko'rinishida rang berib olishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Ikkalasini mana shiftni bosib turgan holda ikkala obyektni belgilab turib, mishkan o'ng tomonini bosasizlar va mana format figura bor pastida. Shunga kirasizlar. Mana bu format bo'limi ochiladi alohida. Format figurada mana parametr tekstga kirib, mana uchinchisiga o'tsanglar, mana, mana, parametr tekst va uchinchisi, 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 mana, parametr
Hop, ikkalasini belgiladim. Ijtimoiy tomoni. Format figura emas, rangdan berarmidik. Ho'p, bo'ldi. Format figura mana o'zi bu yoqda ochib turibdi ekan. Mana shu yerdan gradiyentdan zaливка kirasizlar. Yo'q, ikkalasini belgilab. Parametr tekst, parametr tekstga o'tib turib gradiyentdan zaливка kirasizlar. Mana tekst bo'yalishni boshladi. Mana bu yerda to'rtta gradiyent bor, to'rtta qalamchalar. Bunda mana bu o'rtadagi bittasini belgilab o'chirib yuboraman. Uchta qalamcha yetadi. Markazga qo'ygandan keyin birinchisini bosib mana mana bu tsvetni bosasizlar. Mana pipetka bor. Pipetkani bosib turib mana birinchi bu yoqda sariqdan boshlanyapti. Mana sariqni bosasizlar. Keyin ikkinchi gradiyent tochkasini belgilab, rangni tanlab, pipetkani bosib, mana bu keyingi o'rtadagi rang. Uchinchi gradiyent tochkasini belgilab, pipetkadan mana uchinchi siyoh rangni. Uchta rangni olib berasizlar. Ho'p, endi menda sariq bunda tepadan boshlanib adashmasam pastda tugayapti. Shuning uchun mana bu направленияni bosib, mana chapdan o'ngga ketganini bosib qo'yasizlar. Mana chapdan o'ngga mana sariqdan boshlab siyoh rangda tugayapti. Agar siz rangni ozroq boshqarmoqchi bo'lsangiz, mana to'rtcha gradiyentlar sariq ko'proq kerak bo'lsa ko'paytirsangiz bo'ladi. Siyoh rang ko'proq kerak bo'lsa mana ko'paytirsangiz bo'ladi. Shu ko'rinishda ranglar o'zgartirishingiz mumkin bemalol. Ho'p, men mana yozuvni bo'yab oldim. Endi biz qiladigan ish anaqalar bilan ishlash. Grafikalar bilan, diagrammalar bilan ishlash. Ho'p, men auditoriya ayol erkaklarnikini yasab olish uchun nima qilaman? Vstavkaga kirib, mana diagramma bo'limi bor. Shu joydan menga kolsovой diagramma kerak. Mana krugovoyda, mana eng oxirgisi, beshinchisi. Shuni bosasizlar, OK. Ho'p, mana bunaqa ochiladi. Ma'lumotlar berish kerak ekan. Mana bu joyga yozamiz. Ho'p, menda mana bu pastdagi 4-5 qatorlar kerak emas. Delete bosib o'chirib tashlayman. Birinchisi tak erkaklar, yo birinchi ayollar bo'lsin. Ayollar 60% auditoriya ekan. Ko'proq ayollar bo'lgan dastlabki 14 kunda. Hozirgi statistikasini to'g'risi qaraganim yo'q. 60%. Keyingisi erkaklar. Erkaklar 40%. 40%. Dollarda emas albatta. Mana продажа, ну mayli qolsa qolaversin, X bosib yopsak bo'ladi. Mana mana bu tepa qism kerak emas, delete bosib o'chirib tashlayman. Ayollar erkaklar degan yozuv ham kerak emas. Buni kichraytirib mana bu joyga joylayman mana. Ho'p, mana bu ekranni to'rtta qismi bilan ishlayapmiz. Agar sizda bu qism bo'lmaslik ehtimoli yuqori, bu nimaga mana to'rtta chiziq yo'q desangiz, vid bo'limida men alohida mana bu lineyka emas, направляющий degan joyga галочка qo'yib olganman. Sizda shu joyda галочка qo'yilmagan bo'lsa, mana bunday holatda yo'q turadi. Shunda mana shu yerga mana bitishga qo'yib qo'ysanglar, mana to'rtga bo'linadi ekran. Ekranni ba'zi bir qismlari bilan ishlashingiz oson bo'ladi, markaz, yonlar bilan. Hop, endi bu holatga keltirib olgandan keyin men buni rangga bo'yashim kerak. Ko'kni, ну, statistikasi ham noto'g'ri ketdi-yu bizda. Endi to'g'ri bo'ldi. Mana bu sariqni 2 marta bosaman. 40% erkaklar edi. Mana shu yerda adashmasam rang bor. Mana tsvet turibdi. Mana shuni endi ayollarni mana siyoh rangga bo'yayman. Sal ayollarga mosroq. Erkaklar ko'kda qolsin, siyoh rang ko'k. Endi tak. Mana bu zrits degan yozuvni olaman. Tak, adashmasam shunda yozgandim. Mana bu yerga qo'yib, pastki qism yangi ijtimoiy tarmoqlar degan qism kerak emas. Mana shu yerga kim deb yozaman, ya'ni auditoriya kimligi. Buni markazga qo'yamiz bu yozuvni. Xo'p, endi tak, bu yoqda nima qilgan ekanmiz? Kim? Ayollar, erkaklar. Xo'p. Mana bu pastga yozuv kerak ekan menga. Yana mana buni kontrol bilan kopiyada olib chiqib, tepa qismni o'chirib tashlayman. Xo'p, mana bu yerga yozaman. Ayollar. Hop, kattada yozsam effekt yaxshiroq chiqarmikan? Ayollar yo'q, kichkina yaxshiroq ekan. Ayollar. Hop, buni ham kontrol bilan kopiyasini chiqarib olib turib erkaklar. Erkaklar. Hop, ayollarni mana bu yerga qo'yamiz to'g'risiga. Erkaklarni to'g'risiga qo'yamiz. Hop, ayollarni belgilab turib, buni tekst yozuviga kiraman. Mana bu adashmasam, mana bu qizil yozuv bu. Shu joydan nima pipetkani tanlab turib, mana bu siyoh rangni tanlayman. Bunda ham mana bu rangni kirib turib, pipetkadan mana bu ko'k tanlayman. Hammasi o'zini rangida bo'lsa tushunarliroq bo'ladi. Ho'p, bizda endi mana bu jarayon bo'ldi. Ko'k emas, men havo rangida ishlaganim yaxshiroq edi ekan.
Mana bu yerda adashuv ketibdi. Erkaklar 60%, ayollar 40% bo'lib qolibdi. Mayli, shunga roziman. Ko'kka ham roziman, mayli. Vaqtdan o'tkazmaylik. Lekin ma'lumotlar to'g'riligiga albatta e'tiborli bo'ling. Hop, hammasini belgilab, sal pastroqqa tushiraman. Endi biz qiladigan ish pastki auditoriyani o'sishini diagrammasini yaratishimiz kerak. Vstavkaga kirib, yana diagrammani kiramiz. Bu joyga mana gistogrammada mana birinchisida turibdi. Shu diagrammani yarataman. Hop, ma'lumotlar qanaqa bo'ladi? Mana bu ryadlar kerak emas menga. Ikkinchi, uchinchi qatorlar, faqat bitta ryad kerak. Kategoriyalarga nechta ketgan ekan? 6 ta ekan. 6 ta bo'lsa, mana bunaqa ketdi adashmasam 10%, 20, 40, 60, 70, 100 bo'lsa, mana bu kategoriyaga yozib baribir o'chirib tashlayman. Nu, yozsak ham bo'lardi. Ya'ni qanday qilib bu yerda ikkinchi kun, nu shu joy to'liq o'chirib yuboraman. Kategoriya kerak emas. Nu mana buni kichraytirib mana bu joyga qo'yaman. Hop, bu joyga qo'yganimdan keyin naзвание diagramma kerak emas, rad sourcelar kerak emas. Hop, mana 10, 20, 30, 40, 120 ham kerak emas. Hop, endi mana bu nastroykasini mishka tomonini bosib, mana bu qismda turibdi ham, sizlar ochib ishlatdinglar bu bo'limni. Mana shuni bosib, mana buni bu yog'iga qilsanglar, format, объем, figura. Hop, menga kerak, hozir topamiz. Tak, bu qism emas menimcha. Tak, mishka tomoni. Izmenить tip diagramma. Diagramma tipi kerak emas. Bu joyida. Izmenить данные kerak emas. Format liniya setki. Format liniya setkiga kirib, согласование nima razmeri bu? Tushunmadim. Свечение. Bu yoq уже grafический narsalar. Yo'q. Bular kerak emas. Zarifga kerak emas. Xo'p, mana buni o'zini bosib ichidan. Bo'ldi, mana topdim. Siz mana bu joyda infografikani ichiga bosib tur diagramma. Mana buni ichidagi mana bitta obyektni o'zini bosasiz, bokovой zazor degan joyi bor. Shuni mana bu перекрытие 0%. Mana buni bokovой zazor kattaytirsangiz mana bu qalinlashadi. Menga shu kerak. Mana birinchisini bosib turib, mana shuni o'ziga rang berib qo'ymoqchiman. Bu rangni qanday beramiz? Mana bu rangga o'tib turib, mana zalivka bor. Pipetkaga berib turib, mana bu fioletga berib qo'yaman. Faqat o'ziga berish uchun. Ya'ni 100% ga erishdi degan. Hop, menga tekst kerak bo'ladi, adashmasam. Bu joyga auditoriyani o'sishi deyishim kerak ekan. Ya'ni mana bu yozuvni Ctrl C, Ctrl V va mana 120 million degan qismi kerak emas. Va mana shu yerga o'chirib, auditoriyani o'sishi deb yozamiz va mashina mana bu diagrammani yoniga qo'yaman mana bu qatorga. Hop, mana shu holatga bo'lsa, endi menda mana даже bunimiz qalinroq bo'lgani bundan yaxshiroq chiqdi. Keyingisi davlatlar bo'yicha diagrammalarga bo'linish. Yana xuddi shu ko'rinishda vstavkaga kirib diagramma yasayman. Histogramma ko'rinishida bo'ladi bu ham. Hop, ma'lumotlarga kelsak. Ma'lumotlar Hindiston, AQSh, Braziliya ekan. Ma'muriyatlar kerak emas. Birinchisi Hindiston, hop, AQSh, Braziliya, Indoneziya, Turkiya ekan keyingisi. Indoneziya Turkiya. Turkiya. Ho'p, natijalar protsenti. Tak, men qanaqa beruvdim ekan? Tak, Hindiston 36 edi, AQSh 12, Braziliya 11, Indoneziya 7, Turkiya 6. Hop, shunaqa ko'rinishda edi. Hop, judayam 12 emas, 12 emas, 22, 21. 22 emas, 12 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 emas, 12
12 7. Anaqa ko'rinishda edi. Endi bu joyda buni ham kichraytirib, hamki joyiga joylab olamiz. Hop, o'zimiz ekran qismiga naзвание diagramma kerak emas. Mana bu vidlar kerak emas. Mana buni kichraytiramiz. Ho'p, 40-35 menimcha qolgan edi. Qolmagan ekan. Buni ham o'chirib tashlaymiz ekan. Ho'p. Endi buni ham boyagi narsa mana uchinchisiga o'tib, demak mana bu o'zini ichiga bosib turib, keyin o'tib mana bokovой zazorni ko'taramiz. Mana buni kuchaytirsak, yo, mana bu juda ham katta qilish bor ekan. Перекрытие rядомda yana ham mana bu protsent plyusga ko'tarsangiz, o'ng taraf mana bokovой zazor pastga ko'tarsangiz, mana bu juda ham qalinga erishasiz ekan. Ajoyib. Endi menimcha yetarli bo'ldi. Hop. Mana infografikamiz tayyor. Yana nimadirlar qo'shmoqchi bo'lsangiz qo'shsanglar bo'ladi. Men sizlarga ko'rsatgan infografikam shunaqa edi va biz yasagan bunaqa mana sal boshqacharoq bo'ldi. Bundan oldingisini ham o'zim yasagandim sizlarga ko'rsatish uchun va ko'ryapsiz, shu ko'rinishda infografikalar yaratsangiz bo'ladi. Keyingisi menga ko'proq yoqdi, ko'p narsalarda ancha o'sishga erishdik, yaxshilandi va buni yana qayta qayta qilaversangiz yaxshi tomonga o'zgarasiz albatta. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Videoni boshida tavsiya qilgan Telegram kanalimga obuna bo'lishga esdan chiqmasin. Barchaga rahmat.